Bugungi videoda tahlil qiladiganimiz 36-topik 2 imtihoni titki 4 dan 8 gacha tahlil qilamiz. Ya'ni o'qigan holatda. Sharti taym tehvaril chaltitko iojil suinnin maril ko'rishibsho. Ya'ni quyidagi dialogni eshitib, mos tushadigan, bog'lanadigan gapni tanlang va har biriga 2 balldan beriladi. Ya'ni ayol gapiradi, erkak gapiradi va unga bog'lanadigan gap topishimiz kerak. Xo'p, ayol aytayapti 4-savolda. Yo sen nalchiga kesok chumneyo. Shu kunlarda yoki yaqinda hozirgi paytda ob-havo davomiy sovuq bo'lyapti ekan. Negirin kioni to nerio kantago hatonde. Ertaga harorat yanada tushib ketadi deb aytishgan ekan. Neriyokada tushib ketmoq, ne tagohada deb aytmoq tonde ekan. Harorat yana tushib ketadi deb aytishdi ekan. Shunda erkak neil yayuhve kaya haninde kokchongiyo. Ertaga yayuhve degani mana sayohat, piknik. Ya'ni sayohatga borishim kerak edi. Xavotirdaman. Xavotirlanyapman. Shunda ayol nima deyishi mumkin unga? Yayuhveril tanyovakunyo. Xo'p, sayohatga yoki piknikka borib keldingizmi deb hayratlanib aytgan gap. U tushmaydi. Kakkaun gosiro kassoyo. Yaqin joyga bordim, u hali bormagan. Osil tatithage ipko kasayo. Kiyimingizni iliqroq yoki qalinroq kiyib boring. Nisbatan shu to'g'ri. Chuul tenin chi beso shigon heyo. Sovuq bo'lgan pay. Uyda dam olib turaman. Gonhada degani ip turmoq, davomiy ish harakatlar uchun ishlatiladi. Bu xato va bizda javob 3 bo'ladi. 3. 5-testimiz quyidagicha. Ayol aytayapti: "Yojim, sero isahal chibil arapogo iso." Shu kunlarda yangi ko'chib o'tadigan yoki ko'chib boradigan uyni tekshiryapman. Arapoda degani tekshirib ko'rmoq. Shunda erkak ve chigim sanin chip ajumaymi tintago hechjana. Nega? Hozir yashayotgan uyim juda ko'nglimga yoqdi deb aytganding-ku deyapti. Chanayo degani ku yoki ligi sababli ma'nosini ifodalaydi. Mayme tildani bilasiz, ko'ngliga yoqmoq. Shunda ayol nima deyishi mumkin? Saraponi soimi nomu shimhatorago. Yashab ko'rsam shovqini juda qattiq ekan, kuchli ekan. Mana torago degani toragoyo grammatikasini qisqartmasi ekan bo'ladi. Nisbatan shu to'g'ri. Nimaga? O'sha yashayotgan uying ko'nglimga yoqdi deb aytganding-ku desa, yashab ko'rsam shovqin qattiq ekan, kuchli ekan deyapti. Nisbatan bir to'g'ri. O'sha ham javob bo'ladi asli. Hop, honja sanin gotpoda turi sanin gechvaso. Yolg'iz yashashga qaraganda turi 2 kishi yashashi yaxshi edi. Mos tushmaydi. Chigim chibin hakkiyova kakkavoso pyonhago choa. Hozir uy maktab bilan yaqin bo'lgani uchun qulay va yaxshi. Xato. Pudongsane kazo araponin ge cho'lgot katason. Qarang. Ko'chmas mulkka borib tekshirib ko'rish yaxshiga o'xshaydi. U bo'lmaydi. Nimagaki yashayotgan uyi ko'ngliga yoqqanini aytsa, bu endi unga minus javob berish kerak. Ya'ni salbiy holatda. Nimaki u ko'chyapti-yu, shunda javob bir bo'ladi. Xo'p, endi 6-si. Ayol aytayapti: "Kajok del hago kemping kago shponinde igot jogot saya halge nomu manaso mot kasso." Ayol aytayapti: "Oilamdagilar bilan kempingga, ya'ni chodir tikib dam olish, kemping deyiladi. O'sha dam olishga borishni xohlagan edim. Igot jogot degani bu narsalar, ya'ni har xil narsalar sotib olish kerak bo'lgan narsa juda ham ko'pligi uchun bora olmadim" deyapti. Shunda erkak tenti kachi kempingga piryohan mulgondiri ta kachchojin dega itta tonde. Xo'p, qarang. Tenti degani chodir, palatka. O'shanga o'xshash sayohatga, ya'ni dam olishga kerakli narsalari to'liq ega bo'lgan yoki jihozlangan joy bor deb aytishgandi deb aytibdi. Shunda nima deyish mumkin? Xo'p, kire tentiman zamyon teginni. Shundaymi? Faqatgina chodirni sotib olsam bo'ldi. U bo'lmaydi. Credo chaseye arabaya gitti.
nima bo'lganda ham yoki baribir chasahi degani batafsil tekshirib ko'rish kerak ekan. Bo'lmaydi u ham. Kire miri arasimen choasil gol. Shundaymi? Oldinroq bilganimda yaxshi bo'lardi shekilli. Yaxshi bo'lardi. Leilgoryo degani sakerak ma'nosini ifodalaydi asli. Sakerak. Leilgoryo o'qiladi. Nisbatan o'sha to'g'ri. Credo tentining chigi himdilgetdi. Nima bo'lganda ham yoki baribir chodir tikish, tenteril chidi degani chodir tikmoq. Chigi. Chodir tikish himdilgetda qiyin bo'lsa kerak. Shunda bizda 3 bo'ladi. Tondeyo degani ekan ma'nosini ifodalaydi. Ya'ni jihozlangan joy bor ekan deb aytsa, shundaymi oldinroq bilsam yaxshi bo'lardi. U bora olmagan-ku, shunga oldinroq bilsam yaxshi bo'lardi javobi 3 bo'ladi. 3 mos tushadi. Xo'p, 7-testimiz ayol aytibdi. Yojim samushil punvigiril kapechorom. Pyonhage pakkunin vesadiri mandeyo. Shu kunlarda ofis muhitini kafe kabi qulay o'zgartirayotgan firmalar ko'p deb aytishdi. Ya'ni firmalar ofisini muhitini kafega o'xshatyapti ekan. Krondeso ilhamyon iral mat nagenneyo. Shunday joyda ishlasangiz, ilhalmat degani ishlash mazasi, ya'ni yaxshiligi, yoqimliligi chiqsa kerak ekan deyapti. Ya'ni maza qilib ishlaysiz ma'nosini ifodalayapti. Shunda erkak chon oyiriyo ire chipchungi an telgot katindayam. Men uchun aksincha ishga diqqat qila olmaydiganga o'xshayman. Ya'ni erkak o'sha kafe muhitida diqqat qila olmas ekan. Endi ayol unga nima deyish mumkin? Punvigiga kapechorom chonayam. Muhit kafe dek juda yaxshi ekan. Samushil yope kafega ismyon choyo. Ofis yonida kafe bor bo'lsa yaxshi bo'lardi. Chipchunga antemion kafeso hebosayam. Diqqat qila olmasangiz kafeda ishlab ko'ring va to'rt qoladi. Chon men uchun. Nimaga chon degani? Qisqartmasi chonin, ya'ni chonini qisqartmasi chon bo'ladi. Men uchun piyon anhamyon idi to chaltelgot katayam. Qulay bo'lsa ishim yanada yaxshi yurishadiganga o'xshaydi. Chaltveda degani ishi yaxshi bo'lmoq. Erkak diqqat qila olmas ekan kafe muhitida. Ayolga qulay holatda bo'lsa agar ish yanada yaxshi bo'ladiganga o'xshaydi. Javob 4 bo'ladi. Va 8-testimiz. Xo'p, erkak aytayapti, cho pujangnim, ya'ni cho murojaat qilish, ya'ni o'ziga jalb qilish. Boshliq chinan bone malsim hashin heve yonsu keyin sajong temune mot nagal mot kalgotkasimnida. Ya'ni boshliq o'tgan safar aytgan, ya'ni siz gapirgan heve yonsu degani chet elda malaka oshirish. O'sha malaka oshirishga keyin sajong temune shaxsiy sabab yoki shaxsiy ishim sababli mot kalgotkasimda bora olmaydiganga o'xshayman. Shunda ayol boshliq sifatida aytayaptiki, kireyo, shundaymi? Chon kihvende tashi hanbon senga keposhijo. Yaxshi imkoniyat, fursat edi. Yana bir marta o'ylab ko'ring deb aytayapti. Shunda erkak nima deyish mumkin? Yonsu tanyovaso pepkesimnida. Malaka oshirishga borib kelib ko'rishamiz. U bora olmaydigan bo'lyapti-yu. Xo'p, chinan bone chegam yiri malsim tiyosimda. O'tgan safar men oldin gapirgandim, ya'ni sizga aytgandim oldinroq. Bu ham bo'lmaydi. Keyin sajongi sengimiyon malsim tirgesimda. Shaxsiy ishim yoki shaxsiy sabab tug'ilsa, paydo bo'lsa, sizga aytib qo'yaman va to'rt qoladi. Chodo men ham chongmal kagoshibchiman himdil gotkasimda. Juda ham borishni xohlayman, lekin qiyinga o'xshaydi. Ya'ni yana ishini aytayapti-da, keyin sajon. Shunda bizda javob 4 bo'ladi. Bak, bu videomiz shu joygacha edi. Tahlilni to'g'ri tushundingiz degan umiddaman, ya'ni yaxshi ma'noda. Iloji boricha 100% tahlil qilishga harakat qilyapman, lekin topik 2 da unaqa nuqta-nuqtasigacha tahlil qilish sal qiyinroq masala. O'zingizga moslab tarjima qilib olaysiz. Masalan, men hozir tahlil qilayotganim kimgadir sal tushunarsiz bo'layotgan bo'lishi mumkin. Endi harakat qilasiz degan umiddaman. O'zim uchun shu tushunarli bo'lgan va sizga ham shunday holatda ma'lumot beryapman.
Salomat bo'ling.